Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, aziz mehmonlar, muhtaram prezidentimiz yurtimizni, elimizni obod qilishga, jannat makonga aylantirishga juda qattiq harakat qilishyapti. Shuni isboti mana rayonimizni markazi, rayonimizdagi, tumanimizdagi qurilishlarda obodonchilik ishlari misol bo'lishi mumkin. Mana bugun shunday misollardan bittasini guvohi bo'lib turibmiz. Mana shu bino prokuratura departamentiga xizmatchilariga topshirilyapti. Bu degan narsa har qaysi sohaning egasi har bitta xodimga yaxshi mehnat qilish uchun, samarali mehnat qilish uchun yetarli sharoitlar yaratib berdi. Men hozir hurmat bilan so'zni viloyatimiz prokurorlari Baxtiyor akaga beraman. Marhamat. Haqiqatda mana Komiljon aka to'g'ri aytib o'tishdi. Umuman departament organlarini bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy, iqtisodiy sohadagi hayotida o'rni beqiyos desam mubolag'a bo'lmaydi. Sabab deyarli har bir muhtaram prezidentimiz o'tkazdirgan selektorlarida departament organlariga vazifalar qo'yiladi. Bu degani faqat iqtisodiy sohada, umuman soliq boyi jinoyatlar bo'ladi, iqtisodiy jinoyatlar. Nafaqat mana keyingi paytda oxirgi selektorlarda ko'rgan bo'lsalaring, dorixonalar bo'yicha mana sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha ham juda ham ko'p topshiriqlar berildi. Bundan tashqari iqtisodiyotda umuman tushumlarni bajarishda, qo'shimcha manbalar almashishda, budjetni sodda qilib aytganda to'ldirishda departament organlarining xizmati beqiyos. Budjet bu degani hammasi shu ijtimoiy, iqtisodiy sohada qilinadigan maktab bo'lmi, bog'cha bo'lmi, oylik bo'lmi, pensiya bo'lmi, ijtimoiy nafaqa bo'lmi, hammasi shu bizni o'z ikkita yo'nalishda keladi manbadan. Bittasi shu soliq tushum bo'ladi bo'lsa, ikkinchisi shu bojxona tushumi. Mana shu yo'nalishda men departament organlarining xizmati juda ham beqiyos. Endi xodimlarga sharoit bo'lmasdan turib bulardan ish talab qilish ham o'zi aslida mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu munosabatga muborak Islomjon tumanimiz prokurorlarini, qolaversa Shamsiddinjon hokimimiz o'zlari ham shu sohani egalari bo'lgan. Har bitta insonda mana shu prezidentimiz aytganlaridek yaxshi hayot kechirish uchun ularga shart-sharoit yaratib berishga juda katta hissalaring bo'lyapti. Mana necha yil tajribaga ega bo'lgan bo'lsam, ma'muriy organlarda bu darajada ichiga pastga tushib borib, xalq bilan muloqot qilib shu darajaga yetkazishga mana bu azmobatek qator qurilishlar, hokimimizni maktab qurishga bosh bo'yatirganligi, bundan tashqari yo'llarda obodonchilik, suv chiqarish ishlari bo'yicha hammaga bosh bo'lganliklari, sizlarda juda katta xizmatlaring bor. Baxtiyor aka, avvalo sizga, Islomjonga, hokim buvaga, mehmonlarga, hammalaringga rayonimizning oqsoqollari nomidan ham, mehnatkashlari nomidan ham mana shu e'tibor uchun juda katta rahmat aytamiz. Shuni bir ifodasi sifatida hokim buva bir og'iz ularni tabriklab. Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari. Mana yuqorida Baxtiyor Almajon juda asosiy masalalarda, ya'ni bu departamentimiz oldida turgan va kelgusidagi vazifalarni ham qisqa lo'nda tushuntirib berishdi. Bu binoni ochilishi mana shu bizni davlat organi, prokuratura departamenti tumanimizda faoliyat olib borishiga yanada bir unumli, samarali, foydali bir harakatlarni, ishlarni olib borishiga hissa qo'shadi degan umiddaman. Hurmatli departament va tumanimiz xodimlari, viloyat rahbari mana Ulug'bek ham turibdilar. Bu bino qulluq bo'lsin, bu bino barakali bo'lsin, tumanimizga, yurtimizga eng naf tegadigan, ya'ni tumanimizning iqtisodiy rivojlanishiga juda katta hissa qo'shib kelinmoqda. Yana bundan da ko'proq hissa qo'shadi degan umiddaman. Va tumanimiz markazida bir ko'rkli, shinam, chiroyli bir bino paydo bo'ldi. Bu uchun mana shu quruvchilarimizga, tashkilotchilarga, Ulug'bek aka sizga katta rahmat. Doim sog' bo'linglar, xalq xizmatidan charchamanglar. Yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat hokim buva.
yo'q mana shuncha binoni shu shaklga keltirishda, shunday qayta rekonstruksiya qilib bitirishda, mana shu ishlarni amalga oshirishga bosh bo'lgan hokimimiz bilan prokurorimizga viloyat departamentining tashakkurnomasi bor. Rahmat. Marhamat. O'tirishga. Bismillahirrahmanirrahim. Imkoniyatlar tamamen boshqacha. Boshqacha ko'rinish degan bo'ldi. Bu yoqda rahbariyat xonasi. Biz yangilikni eng nimasi uchun Oqaxonlar faqat rahbarlarga bo'ladi. Ya hozir hammasi qilib Yo'q, shuna mana odamni charchatadigan. Albatta Qurolli degan narsa qilganida, tamom masala qo'yganida, mana yaxshi bolalarga, xalqimizga pulga xizmat qilaversin. Ulug' bo'lsin, muborak bo'lsin, muborakga omad, shu joy sizga taqabbulik bo'lsin. Avvalambor Oltiariqda xalqini hurmatini ko'rsating. Shularni duosi olsangiz, hech qachon kam bo'lmaysiz. Faqat mehnat bilan, ish bilan, natija bilan xohlashaydi. Sizlarga yordam berasiz. Charchamay ishlaydi.